Arab tili haqida qiziqarli faktlar. Birinchi fakt, rus tilida 120 mingta so'z, ingliz tilida esa 600 mingta so'z, lekin arab tilida 12 millionta so'zlar mavjud va ba'zi manbalarda 600 milliondan ziyod. Ikkinchi faktlardan biri bu, arab tilidan yodlangan so'zlar miyani o'ng yarim shariga joylashadi va boshqa butun tillardan yodlangan so'zlar esa miyani chap yarim shariga. Misol uchun biz kitob so'zini rus tilida kniga, ingliz tilida book degan paytimizda bu so'zlar miyani chap yarim shariga joylashadi, lekin arab tilida kitabun deb yodlangan so'zlar bu miyani o'ng shariga joylashadi. Uchinchi faktlardan biri, arab tili alifbosidagi qof, ayn, dod harflari boshqa tillarda mavjud emas. To'rtinchi va so'nggi fakt bu, arab tili harflaridagi nuqtalar va harakatlar dastlab bo'lmagan, bu keyinchalik paydo bo'ldi, so'zlardagi ma'noni tushunish va ajratib olish uchun. Siz arab tili haqida yana qanday faktlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.